Kurash asrlar davomida o'zbek xalqining eng ommaviy va sevimli milliy o'yinlari qatorida e'zozlab kelingan. Ushbu sport turining xalqaro madaniyat rivoji, o'tkazilayotgan nufuzli musobaqalar va qit'aviy o'yinlar bilan chambarchas bog'liq. Bugun Gruziyaning Batumi shahrida Yevropa chempionatiga start berildi. Musobaqa oldidan Yevropa kurash konfederatsiyasining navbatdagi kongressi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Ushbu yirik sport tadbiri o'zining xalqaro ahamiyati bilan nafaqat Yevropa, balki butun dunyodagi kurash ixlosmandlarini o'ziga jalb etdi. Kongressda sportning rivojlanishiga oid yangi tashabbuslar, hamkorlikning yangi yo'nalishlari va kelajakdagi musobaqalar haqida muhim qarorlar qabul qilindi. Kongressning ochilish marosimida so'zga chiqqan Gruziya sport vaziri Shalva Gogoladze va O'zbekiston Respublikasi sport vaziri Adham Ikramov o'z nutqlarida sportda yuksak maqsadlarga erishish yo'lida o'zaro hamkorlikning ahamiyatini ta'kidlashdi. Ular Yevropa kurash konfederatsiyasining yangi yutuqlari va sport sohasidagi o'zgarishlar haqida fikr bildirishdi. Vazirlar ayniqsa kurashni yoshlar o'rtasida ommalashtirish va davlat darajasida qo'llab-quvvatlashga oid rejalar haqida so'z yuritishdi. Kongressda shuningdek Yevropa kurash konfederatsiyasining prezidenti Mirampi Ilyadis, Xalqaro kurash assotsiatsiyasi vitse-prezidenti Ziyovuddin Hojiniyozov, IKA bosh kotibi Muhammad Reza Nasiri, IKA administratsiyasi rahbari Mansur Mirzayev, konfederatsiya rahbarlari, Yevropa qit'asi kurash federatsiyalari prezidentlari va delegatlari ishtirok etishdi. 2026-yilda o'tkaziladigan xalqaro va mintaqaviy musobaqalar kalendari ham muhokama qilindi. Joriy yilning oxiriga qadar qabul qilinadigan musobaqalar sanalari va ishtirokchi mamlakatlar bilan kelishuvlar bo'yicha konfederatsiya tomonidan qo'shimcha rasmiy xabar e'lon qilinishi ma'lum qilindi. 2027-yil Yevropa o'yinlarida ishtirok etish masalasi ham kongressning asosiy mavzularidan biriga aylandi. O'yinlar dasturiga kurash sportini rasman kiritish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha konfederatsiya prezidenti tomonidan ma'lumotlar taqdim etildi. Shuningdek, milliy terma jamoalar uchun tayyorgarlik rejasi ishlab chiqildi. Ishtirokchi mamlakatlar o'rtasida o'zaro koordinatsiya va hamkorlikni rivojlantirishga oid yangi mexanizmlar belgilandi. Kongress doirasida Yevropa kurash konfederatsiyasining prezidenti Mirampi Ilyadis O'zbekiston Respublikasi jismoniy tarbiya va sport a'lochisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Kongress yakunida milliy federatsiyalardan kelgan turli takliflar ko'rib chiqildi. O'zbekiston va Gruziya tomonidan taklif qilingan yangi tashabbuslar nafaqat Yevropa, balki butun dunyo kurashning yangi bosqichiga o'tishiga yordam berishi kutilmoqda. Kongress yakunida tashkiliy masalalar ham ko'rib chiqildi va ko'pchilik ovozni qo'lga kiritgan 9 davlat kurash federatsiyalari vakillari konfederatsiya boshqaruv qo'mitasi a'zoligiga saylandi.